davom etamiz. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasida Birodar shaharlar yoshlarning bag'rikenglik festivali bo'lib o'tdi. Tadbir Millatlararo munosabatlar qo'mitasi, Birodar shaharlar alyansi hamda Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalari hamkorligida tashkil etildi. Tadbir avvalida mehmonlar mazkur manzilda joylashgan milliy madaniy markazlar pavilyonlariga tashrif buyurdi. Bu yerda ishtirokchilar turli mamlakatlarning an'anaviy kiyimlari, hunarmandchilik namunalari va milliy san'at asarlari bilan tanishib, ushbu madaniyatlarning boy va rang-barang jihatlarini yaqindan ko'rish imkoniga ega bo'lishdi. Joriy yilning may oyida Birodar shaharlar alyansi tashkil topdi. Alyans tashkil topgandan mana shu qisqa fursat ichida bir qancha anglashuv memorandumlarini, davra suhbatlari hamda xorijdagi vatandoshlarimiz uchun onlayn ekskursiyalar ham tashkil qilishga ulgurdi. Mazkur festival O'zbekistonda hukm surayotgan millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, tinchlik siyosatining amaliy ifodasi deb ayta olamiz. Tadbirda turli millat va elat vakillari, qolaversa xorijlik talabalar o'zlarining urf-odatlari, madaniyati, kuy va qo'shiqlari bilan barchani xursand qilib ishtirok etishmoqda. Bunday festivallarning tashkil qilinishi yoshlar o'rtasida xalqaro munosabatni yanada rivojlantirish hamda do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Festival Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar ishtirokidagi bayram dasturi bilan davom etdi. Ular o'z chiqishida mamlakatlarining boy madaniy merosi, urf-odati va milliy raqslarini namoyish etishdi. Joriy yilning 10-15 noyabr kunlari keng qamrovli dastur asosida mamlakatimizda bag'rikenglik haftaligi tadbirlariga ayni vaqtda tayyorgarlik ketmoqda va mazkur bag'rikenglik haftaligi tadbirlari oldidan bu kabi tadbirlar bevosita yurtimizda bag'rikenglik borasida, millatlararo totuvlik va hamjihatlik borasida qilinayotgan ishlarni jahon yoshlariga ham bir namuna sifatida ko'rsatish maqsad qilingan.